yurtqa qadiming yetganligini bilib qolsam, xabarangni o'zim qo'piraman. Unutib qolmasala Qambarni saxinim, o'zlarining mo'jal bir qizi bor. Kolining beshiga kelgan kunni Mo'zayning beshiga kelmaydi deb hech kim aytolmaydi. Haddingdan oshma. Kimga gap qilayotganingni bilamsan? Angoyaq tursan-ku. Kelib meni bo'shatib etmabsan. Haddingdan oshma. Ma'qul. Qambar hujjam bo'g'aydi. Eringizning bu uy kelib ketib yurgandan xabaringiz bormidi? Kelaka mayli chaplashidi ekansiz va. O'jaqingiz-ku, sizdakda necha-nechalarni gapga unutib, bugunga ulashgan. Xotin kishi bo'lsam-mu, erkakdek yashaydigan ayolman. Men siz bilan hargiz to'y qilolmayman. U mumkin emas. Mening sizga tekkinim tekkan. Mening Qambar. Qani desizlar? Qo'lig'im siladi. Voy yuragim. Voy mening dardlik yuragim. Qemarg'a tikilgan xotin. Oysham Ismoil tabassum. 34-qism. Saydulla 105 yetib kelganda Mehrin Soxinim va Namancho'liqning boshqa 3 xotini saroy hovlisiga qo'yilgan katsupada o'l quruq meva-chevalar tizilgan sheralarni cho'rdab o'ltirib, uni saqlayotgan edi. Katsupaning o'dilidagi egiz putliq sheraning ikki tarafiga yo'lanchuklik o'rnida qo'yilib, sheraga o'xshashlar meva-cheva va qand kezaklar tizilgan edi. Namancho'liqning Qo'dduslanqa, Matturdi-Bord, Osmon ko'sidan iborat otarman chaparmanlari xenimlar o'ltirgan katsupaning yanida qo'l bog'lashib turardi. Mehrin Soxinim Saydulla 105ning kirib kelganligini ko'rib, chaqqonlik bilan o'rnidan turib, uning oldiga bordi va qizg'inlik bilan qarshi elib, egiz putliq ustal yanaga qo'ygan hashamatlik yo'lanchuklik o'rindiqqa taklif qildi. Boshqa 3 ayol kirayotganining kim ekanligini bilmadimi, yoki og'ich xenimlik kursini u kishining so'ltidan ustin ko'rdimi? Aytavur bo'ynan likkida etib salom qilib, yoki ko'zining quyruqida qarab qo'yibla, qimir qilmay, olini tortib o'ltirishibadi. Bu hol Mehrin Soxinimni xush qildi. Chunki boshqa oqchalar Saydulla 105ning hurmatini qilmay, malayga qilgandekla muomala qilishib, bezirib o'ltirsa, 105 bu ishda o'zining ta'rifini elishi, o'ziga foydali gap qilishi turg'onli gap edi. Shunga u 105ga xushomadning kattasini qildi. Oldi bilan o'ltirganlarga 105ni maqtab ko'kka uchirib, ziyoda hurmat tavazuli bilan tanishtirdi. Baya salom sohasiz gediyib o'ltirishgan 3 og'ich xenim bu kishining 105 ekanligini bilgandan keyin ko'kuyun chaqqan eshakdek uyoq-buyoq qimdinib, joyida o'ltiramay qolishdi. Bu hol Mehrin Soxinim bilan 105ga ayon bo'lib turadi. Biri o'ynagan o'yinlarining bag'ansiri o'xshab ketayotganiga ishida kulsa, yana biri o'zini ko'zga ilmagan bu mekyallarning yuragini obdarroq siqib qo'yishning planini qilib, Mehrin Soxinimning ularga qat'iy yumshoq qo'lliq qilmasligini tilab o'ltiradi. Mehrin Soxinim har eg'iz so'zda 105ning amalini eg'izga cho'ng elib, ismining beshiga janobi, hurmatlik, muhtaram degandek hurmat atalg'ularini qo'shib, o'ltirganlarni yanimi surib bostirsa, Saydulla 105ning qo'rikini, ayvisini teximi o'stirib atadi. Tekin studiyasi. Amdi ağıç xenimlar. Bugün bu yerga hammalarni yig'ishimiz. Andın hurmat 105ni avar qilib taklif qilishimiz. Merhum Naman begimning ilkidagi mol-mulkning har qaysimizga miros hisobida tegmish bo'lganlarni ayirib berib, hammalarni rozi qilish. Shundaqla bu ishlarga janobi 105ni bosh bo'lib berishga taklif qilish yuzidan bo'ldi. Aslida Naman begimning kirpikiga to'piq qo'nmasda bu ishni bir yoqli qilamiz deb o'ttirga chiqmasak yaxshi bo'ladi. Lekin konalarda kecha uzun bo'lsa tush ko'p bo'ladi deydigan gap bor. Bu ishni keyniga sursak, ishdan chataq chiqib qolmasin deb o'yladim.
Çünkü Naman begimning ayollari o'ziga o'xshash yomon. Her ishda yetishgan, chechan ayollardir. Gerçi men cho'ng og'ich xinim bo'lsam-mu, ichimizdagi ba'zilar men tosh sanab bo'g'icha qum sanaydigan chiqib qoldi. Shunga bu ishni vaqtida bir taraf qilib, hammalarning ko'nglini tindiray dedim. Qag'iniga muhtaram Sa'dulla 105 naq maydonda turib, gap so'zlarimiz yoki ish bejarishimiz xato bo'lib qolsa, o'z vaqtida raddiya berib, to'g'ri yo'lni ko'rsatishini so'rayman. 105 Mehrinsa xonimga qarab qoyillik bilan beshini langshitdi. Buning bilan Mehrinsa xonimning yuragi bir g'irich ko'tarilgandek bo'lib, teximi jonliq so'zlashga boshladi. Naman begimning dapi dunyosida 30 ming tanga naq pul, 70 ming terilg'i yer. Sizlar ko'rib turayotgan mush saroy, bir qimorxona va bir yurish ho'yla aramliq uy. Ondan 20 tuyoq kala, 12 tuyoq at, 50 tuyoq qo'y bakan. Bulardan har bir og'icha xonimga 10 ming tangadan pul ayirib berilsa, boshqa mulkdan har bir aylanga 20 mingdan yer, 6 tuyoqdan kala, 3 tuyoqdan at, 15 tuyoqdan qo'y ayirib bersak, menga u naq pul, yer va jonivorlarning az bir qismi qoladi ekan. Kam qolgan yeriga mushu saroy bilan ho'yla aramliq uy, ondan mavu qimorxona menga tasarruf bo'lsa, kam ziyodasini mayli davitib, mushu bo'yicha tilxat bitib ondan boshqa og'ich xonimlar o'zlariga tegishligini elib bo'lgandan keyin ota-onasining uyiga qaytib, keyingi turmushini qaytadan o'rinlashtirib olsa degan niyatni qilgan. Sizlar texi yosh, guldek vaqtinglarda men bilan birga to'l qoldinglar. Endi umringlarning oxirigacha bu uyda to'lliqda o'tib, g'azam bo'lib ketsanglar, buningga men chidamayman. Shunga, Xinamacha, jindek to'xtab beramlar. Men ikki og'iz gap qilay. 3-og'icha bu Hajar xonim Mehrinsa xonimning gapini bo'lib, qopiqqani so'zdi. Planlig'o to'limi obdan qilibdikanlar. Lekin mening bilishimcha, marhum Naman begimning mol-mulki yolg'iz mushular emas edi. Naq pul kam bo'lganda 100 ming tangadan oshadi. Yaning mo'liqimi 200 mingdan kam emas. Saroy kaynidagi eg'ilda 20 tuyoq kala, 12 tuyoq at, 50 tuyoq qo'y bo'g'ini bilan tag'dagi yaylaqda beqilayotgan 100 dan ortiq kala, 30 dan ortiq at, necha yuz qo'ylar bor. Ularning gapini qilib qo'ymadilar. Yana texi begimning ilkidagi teri pishiqlab ishlaydigan, juvutiki har bozorga to'shiydigan terixona, temirxonani tilga epmi qo'ymadilar. Ularmi begimning mol-mulkiga hisobchimi? Mehrinsa xonimning chiroyi g'ujjida turildi. Başta mush planni qilganda mo'shundoq bo'lib qolarmi deb o'ylagan Mehrinsa xonim turilgan chiroyiga zo'rlab kulgi yugurtib, bu Hajar xonimga yuzlandi. Qo'ymi obdan biladi ekansiz, singlim. Bularni bilgandikin, marhum Naman begimning qazdiridanmi xabaringiz bor-ku deyman. Tag'dagi yilqilarni baqadigan yilliqchi bilan terixonadagi to'mirchixonadagilarning yilliq ish haqqini berib etsak, Naman begimning gedinde bir talay qazlar bor. Begim necha vaqtin bu pullarni aylantirib, pul topaman deb qarz to'lashga oldirmagan. Qarz egilarimi begimning hamini qaytara oladiganligini bilgachga pullarni so'ylabmi ketmagan. Lekin hozir begim qazo qildi. Begimning vafotidan keyin qarz egilari taraf-tarafdan pul so'ylab kelyapti. Shunga tag'dagi yilqilarni qaytarib kelib yoki setib pul qilib qarzlarni bermasak bo'lmaydi. Terxona deb qoldingiz. U yerning sodisi yetib qolg'ili ne vaq? Begim namun alada xonimlarni qushlab yurgandikin, ko'ngil bo'ladigan odam yo'q, tashinib qoldi u terxona. Ba deyilsa, shu quruq ishchilik qoldi. Bu pul bilan mol-mulkni sizlarga bervetsam, menmi jon baxmasam bo'lmas? Shunga bu saroyni o'zim ep qolay. Moshuni yurishtirib jenimni jon etay davatman. To'mirchixonani talashqingiz bo'lsa, o'mi bo'ladi. Lekin oladiganlar chiqsa setib, pulini uchinglarga tang bo'lib beray. Yolg'iz siz kelib bersam, haq-nohaq bo'lib qolmasin.
Aqna aqdan gap aytib otamsiz dahi. Odatda Mehrinsa xonimni hurmatlab, "Sizlar o'zlari" deb so'zlaydigan bu Hajar xonim sizlab so'zliginicha chachrab o'rnidan turib ketdi. Yavaş yumshoq bo'lib elib, begimning shuncha ko'p mulkini bizga kichikiltib ko'rsatyapsiz. Uni azdab, bizni ikki tok tangi bilan chiqaq baqlalarni qo'lda tutib yo'qsib qo'ygingiz bor ekan. Sizcha shundoq oson ish bormidi? Ish bo'lmaganda, ang bo'lmaganda, balasi bala bilan balasi yo'qlarga ayirib muomala qilishingiz lozim-ku deyman. Ma'u uchimizga o'xshash bo'linib qolsa, toza adil bo'lmasmikin? Bizning Mansur boyvachcha Naman begimning birdan-bir o'g'li. İgilikining oldin qatardagi varisi jumo. Aldı bilan uni o'ylashib, ondan navbat boshqalarga kes to'g'ri bo'lamdiki? Qaysi so'zingiz bilan bu gapni qilyapsiz? Mehrinsa xonim qo'shimisini turib, tishlari orasidan chiqarib, donima-doni qilib shu gaplarni qildi. Uning chiroyida g'azab ushqunlari alanglab yuratdi. Yuzingizga sat bo'lmasin deb bilmaganga sepbasam, hajab qaynaysiz. Mansurning kimning balasi ekanligini meni bilmaydi deb qoldingizmi? Bo'ynini g'ozdek so'zg'inicha gidiyib turgan bu Hajar xonim tiringida cho'chib totirib ketdi. Shundoqdimi paylini bozmaslikqa tirishdi-yu, ha deganda duduqlab, o'diqib ketdi. Shundoq. Men Naman begimning og'itisi. Uning kimning balasi ekanligini sizmi yaxshi bilasiz? Men Naman begimning og'itisi deb qo'ying. Sizning begimning og'itisi ekanligingizni-mi? Mansurning ataqda Naman begimning balasi ekanligini-mi yaxshi bilaman. Tuzuk gap qiling acha. Ataqda degan nima gap u? Mansur ya beqib olgan bola bo'lmasa, u degan begim topgan, men tuqqan bolajimi? Ig'izingizda choy qo'yib gap qiling. Ikkinchi og'icha Oltinnisa xonim, to'rtinchi og'icha Sudimma xonim va qo'l bog'lab turgan Otarman Chaparmalla bu ikki xonimning bir-biriga gap bermay takollashayotganiga qarab ong-tong qilishdi. Ular gapga aralashish yoki sukut qilish kerakligini bilmaydi. Qanday qilishi kerakligini texmi bilmaydi. Saydullo yuzbeshi bo'lsa ko'rdig'anga obdan bir o'yin chiqqandek meqidi kulib, kim so'zlasa nazarini shu yoqqa yo'tkab, choy ichib o'ltiratdi. Qarg'anda 100 xotir qilganni faqatla bilmaydigan o'xshaysiz. Bo'pti, mendan yomonlamang amsi. Menmi, Oltinnisa xonimmi, Sudimma xonimmi sizga o'xshashli Naman begimning ayollari. Mening begimga yotliq bo'lganimga mana 14 yil bo'ldi. Oltinnisa xonimga 9 yil, sizga 8 yil, Sudimma xonimga 3 yil bo'pti. To'ytimizdan taqassizli qo'saq ko'tirib, Mansurni yangidingiz. Biroq shuni bilmaysiz haqiqatan. Naman begimning xotin kishining hudisidan chiqqudek bangsi bo'g'ini bilan urq puchik. Xeyli ayollarga aram bermay, voy dod degizligini bilan qo'rsqiga untiranmaydi. Oldinlarda yuzi tushib ketishidan ansirab, begim bu ishni hech qaysanlar demagan. Siz talada yundiyalab xaqdan bola tepib yurgandimi, ichiga tindi. Yangidingiz balaning o'g'illigini anglab, yana ichiga tindi. Keyingi kunlarda izini o'chirmaydigan birisining bo'g'iniga xush bo'lib, balam deb e'tirof qildi. Lekin bu balaning o'zining emasligini begimmi yaxshi biladi. Bugun bu yerda hadab pasam yomon pesh qilib ketdingiz, talada topgan balangizga mulk. Ig'izingizda choy qo'yib gap qiling. Bu Hajar xonim sheraga gummidi mushlab Mehrinsa xonimga devayladi. Buni ko'rgan Mehrinsa xonim cho'chib kaynigirak so'rilib edi. Saydullo yuzbeshi qahrlik vaqirdi. Addingdan ochma. Alpozini bozib tayyor bo'lgan bu Hajar xonim yuzbeshining vaqirishi bilan sal pastgo'yga tushib, darrov yuzbeshiga yuzlanib yig'lamsirdi. Qarasizlar yuzbeshi, men cho'ng og'ichi debla bizni mushundoq bo'zda qilsa, tuhmat qilsa bo'lamdi, ha? Yuzbeshi amdi gap qilay deb eg'izini o'mallab turishiga Mehrinsa xonim o'rnidan turdi. Texi men sizga tuhmat qilibman-ma? O'ynishingiz bilan naq maydonda tutmaganli yerim bor shu. Bugun zodi oxirga chiqarmoqchi unamaydigan o'xshamamsiz? Bo'pti. Siz qo'rqmisingiz, mening ayaydigan yo'lim qolmadi. Matturdi burut. Mehrinsa xonim qo'l bog'lab turganlar qatori qarab, Matturdi burtni qishqirib edi.
balaning gepi chiqishi bilan jaloqlab titrashga boshlagan Matturdi-Burt göppötü tizilib varrati yig'ilib atdi. Men ezibdiman xinam. Gunoyimdan o'zsizlar. Endi hargiz unda qilmayman. Matturdi-Burtning buncha tez ixro qilib etishini o'ylabma boqmagan bu Hajar xonim birdi yuzbeshiga, birdi Matturdi-Burtga qarab, chiroyidan qon qochgan holda lassida bo'lib qoldi. O'zingizcha haqdan tapqiningizne begimning pushti deb taqmoqchi edingiz-a? İştanga chiqqan ko'ngilga tayin bo'lgan ekan, oldirab shilting atmaydigan ishdi. Endi deydigan gapingiz bormi? Mehrinsa xonim g'oliblarcha kuldi. Bu Hajar xonimning ko'ziga qadaldi. Bu Hajar xonim zuvon surmadi. Sol qo'lining barmoqlarini o'ng qo'li bilan ezib mejiqlig'inicha tishlarini o'chiriltib yer beqib turib ketdi. Bu ishlarni to'lima qiziqarli his qilgan va bu Hajar xonimning gap qilmaganligini ko'rib, yana bir oz qistab boqqisi kelgan yuzbeshi jahli bilan vaqirdi. Ya'ni deydigan gapingiz bormi? Yo'q. Boshqa gapim yo'q. Şuna. Taladın tepip kirgen balаңызға miras berdigan iş bolsa, Matturdi-Burt bəsun. Yıllardan beri xalqning balası demey beqib qo'yganға xush bo'lib, bəgənni elishni bilin. Texi baylı chiyol vasdak ökirgen bu Hajar xonimning suv tushgan oslandek bo'lib qolgan turqi qarab, to'liq g'albi qilganligiga hukm qilgan Mehrinsa xonim, Oltunnisa xonim bilan Sudimma xonimga yuzlanib so'rdi. Sizlarning deydigan boshqa gapinglar bormi? Meningmi boshqa gapim yo'q. Sizlar nima deysizlar, shu hisob. Ma'qul. Әмсә сәл turib, mal-mulklarni ayırib, o'zinglarga tegishligini sanab o'tkazib berman. Aladig'inglarni elib, tilxatga barmoqinglarni besib bersizlar. Andin kash kirib ketguncha ota-onanglarning uyiga ketib elinglar. Har biringlarga birdan mapi o'rinlashtirib berman. Xizmatkorlar mallarni haydab uyinglarga opirib berib, mapini elib qaytib keladi. Yalarni terimiz desanglar kelib terasizlar. Termaymiz desanglar, loyiqida xaridor chiqsa setib, pul qilib olasizlar. Xonimlar boshlang'ich tishdiyu, ortiq hech nima deyishmadi. Gaplarning pishib qolganligini ko'rgan Mehrinsa xonim bir ishni yodiga elib, sal to'xtab oldi, ondan so'zini davom qildi. Ha, Qudduslanqa uzun yil begimning xizmatini qildi. Bu yillarda bakmi jafoliq ishlab, o'ylangidek imkoniyatimi bo'lmadi. Shunga men mundaq o'yladim. Kichik og'icha Sudimma xonimni Qudduslanqaga qo'shib qo'ysak, yiroq yezidagi dadasining uyiga ketib, o'rgul turmushda jafo chekib yurgicha yenimda qilib xizmatimni qilsa, ham Qudduslanqami marhum Naman begimga bo'lgan sodiqligi bilan davomli saroyni boshqarib bersa deb qarayman. Sizlar qanday qaraysizlar? Amdali 20 yoshning qarsini olgan Sudimma xonim likkida beshini ko'tarib Mehrinsa xonimga qaradi va hayajondan ko'z jiyaklari namlangan holda ko'zining quyruqida Qudduslanqaga qarab qo'yib, levini tishlab to'van boqdi. Bu gaplarni o'ngimmo, tushimmo deb anqiramay qolgan Qudduslanqa kulimsirab turgan Mehrinsa xonimga bir, lav tishlab yer beqib turgan Sudimma xonimga bir qarab atgandan keyin dekildab Mehrinsa xonimning oldiga keldi va cho'nqur ingishganicha dedi. Untekin studiyasi. Men ezibdiman xonim. Gunoyimdan o'zsizlar. Endi hargiz undaq qilmayman. Onun gaplarini anglab hayojonidan xabar tepib turgan Sudimma xonim pising'idi kuldi-yu, ko'zlaridan yosh sirg'idi. Oningmi yiroq yezdagi uyiga qaytib, ayni chaqda o'zini 2 tog'or qo'noq bilan 5 chorak bug'doyga hisoblab, Namancho'loqqa kichik xotinlikqa berib atgan mehrsiz o'gay dadasining uyiga qaytib, xo'rliq ichida turmush kechirgisi yo'q edi. Mehrlik ham oq ko'ngil Oltunda xonim ojisinlodek chiqishib qolgan bu bechora qiz uchun xushal bo'lib, uni chin quchoqladi.
Bu Hajar xanım ichida manglagan qurt qo'ng'izlar qatirgandek bearam bo'lgan holda levani tishladi. Ishlar shundoq tayin tepib, Mehrinsa xanım hech qancha kuchimayla bu Hajar xanım bilan Oltinmuso xanımning og'uliqlarini qo'ltiqqa qistirib, ota-onasining uyiga yo'lga sep qo'ydi. Södünme xanımga berishga va'da qilganlarning hammani berdi. Ondan Namancho'loqning 40 nazarisi berilib bo'lganda, Quddus Lanqa bilan to'yini qilib qo'ydiganga va'da qilib, uni yana deyib qoldi. Saydullo 105 sur hayvisi bilan bu ishlarni loyiqida yana kelib osonla hal qilish baginining hurmati uchun 1000 tilla pul chekilgan hamyonni qo'liga elib, ikki xanımning o'stishi bilan yomilib qarab yurib ketdi. Mağaçada Mehrinsa xanımga tatliq tabassum qilib ulgurgan 105ning ma'nli qarashlarda pat-pat kep turman degan so'z agib yurgandek maqalat.